Bismillah deb Peterda yana bir kunimiz boshlandi. Ertalabda metroning ichiga tushsam, yangi vagon kelib qoldi. Sig'masam ham sig'ishib tiqilib kirib oldim. Ertalabda odam ko'p bo'ladi, chunki hamma ish ishiga shoshilib ketayotgan bo'ladi. Hali ham maktablar hozir yo'q. Atak maktab bolalari ham ko'plari metroda yurishadi. Men esa ofisga kirib tezda ishlab chiqdim. Keyin perikus qilishga kirdim. Ikkita blinchik yeb oldim, sazgushonka. Keyin avtobusda ketdim. Klient uyiga birinchi marta kelishim, yo'lda sal adashib qoldim. Yaxshi ham navigator bor. Qolgan klientlarimni uyini, yo'lini bilaman, kvartirasini nomerigacha, ko'pchiligini kaliti ham bor. Buni uyini birinchi marta kelganim uchun 100 marta adashib, kiruvchi yarim soat kechikib kirdim. Kechikishni esa yoqtirmayman. Bu qizni saloniga boraman, oyog'imda pedikur qildirishga. O'tgan safar borganimda iltimos menikiga ham kel dedi, chunki Instagramdan seni kuzataman, lekin nima deyotganingni tushunmayman dedi, rus bo'lgani uchun. Bo'pti deb keyin kirgan edim. Ikkita kuchiga, ikkita pishagi bor ekan. Idishlarni ham yuvib ketay, yaltiratib dedim. Pishak kuchuklarga qarab bilsang bilarsan deb qo'ydim. Batareyalarni ko'tarib, pilisos qilib artib, yana qaytib joyiga solib qo'ydim. Shuncha ishga qanday ulguradi bilmayman, ham fitnessga qatnaydi, ham ishlaydi, ham uyda gullari ham bor ekan, qo'yil deb qo'ydim. Mana risunka как вообще necha kelgandan keyin so'radim. Qanday chizdirding, qanchaga tushdi desam 40 ming rublga tushdi dedi, lekin arziydi, buni qaranglar, asalligini ustidan hali kraska qilar ekan. Xonasiga kirsam, buni qaranglar, asalligini xotina tomonda chiroyli ko'klajib turibdi, eri tomonda esa bitta katta sher turibdi. Mana pichog'i ham bilmayman, bir oldingi zamondagi shekilli, lekin o'tmas ekan. Birinchi marta kelgan uyimda nimagadir har safar ko'proq ishlayman, chunki nimasi qayerda bilmayman. Keyingi safar uje sal kamayib boraveradi soatlari, chunki uje bilaman nima qayerda hammasini. Klientim kelib xursand bo'lib ketgandan 1000 rubl chiyib ham qo'shib berdi, ishlarim yoqdi. Shunaqa qilib men ham xursand bo'lib uyga qaytsam, erim shunaqa ishdan kelib sho'rva tayyorlab qo'ygan ekan, tovuq sho'rva. Xursand bo'lib ketdim. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosinglar, yoqmaganlar asta o'tkazib yuboringlar.